37-38 bitta gapiring obunachilar. Bo'ladigani gapiring. Bitta gapiraman obunachilar. Yengil. 4 tasi bir joyga, shu oqiyam qora quloq ham Bir ketaveradi. joyga bo'lsa bor 36 da o'tdim. Assalomu alaykum obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'ziq, Qo'chqor, To'xli sog'liq ishqibozlariga mana bunday xolasa bugun Namangan viloyat Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizda xonadonimizda video syomkani olib bormoqdamiz. Qo'ylar o'ta go'zallari kelgan, zo'rlaridan kelgan. Kanalga like bosib, kommentariyaga yaxshi so'zlarni qoldirib yozib, videoda xato kamchiliklarimizni yozib turasizlar. Biz bunday qilsizlarga o'ta go'zallardan, kashtan o'ylar, haqiqiy go'zallardan vaqsa baraka topadiganlar sekin-sekin, asta-asta 2-3 qilib bo'lib chiqarib beramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bunda qilsa hamma kanalda ham chiqolmaydi. Narxi ham o'ta qulay bo'ladi deyaptilar. Xolasa bularning ma'lumotlarini, to'liq ma'lumotni Azbek akamning o'zidan olib berishga harakat qilamiz. Azbek aka, jamsiz? Yaxshi. Xo'sh, birinchi partiyamizga nechta endi shular? Hop, 2 dona urg'ochi, 2 dona urg'och. Qaysilar? Mana shular urg'ochimi mana shu yerda? 2 dona urg'ochi, bitta qo'chqor. Urg'ochlar ham o'ta go'zallar ekan. Mana qo'chqor, ha? Ashinsi qo'chqor. Mashinasi qo'chqor. Yosh oyliklari necha oylik? 11 oylik olishi olsin. 11 oylikka. Buni qo'chqor sal kattaroq emasmi? Bular qaraganda kattaga o'xshaydi. 11 oylik olishi. 11 oylik. 11 oylik. Ha, bo'ldi. Yeb ishlari yaxshi, sinovdan o'tadi, xohlasa. O'zlari ham sinov olishaveradi. Sinov olishadi. Ha. Hop, yeb ishlari yaxshi, yeb ichmasa bunchalik bo'lmaydi obunachilar. Bo'g'az qisirligini nima deymiz endi? Bu obunachilar. Yelini bor. Yelini bor. Mana shu qo'chqor ichida yurgan, ha? Ichida yurgan. Xudo xolasa. Bez tashab qo'ygan, bezi bormi? Xudo xolasa. Ha. Shu narsaga olishaveradi. Shu narsaga olishaveradi. Nimagaki buni ichiga. Siz ham borgansizda baribir, ha? Biz ham olganmiz. Qo'chqor yurgan ekan shu qo'chqor ichida. Qo'chqor yurgan. Biz ham endi ichiga kirib ko'rmaganmiz bularni. Endi qisqa qilib aytganda dehqonni ozdan chiqqan gapni aytyapsiz-a? Ha, dehqonni ozdan chiqqan gapni aytyapman. Bayram endi og'illar to'g'risiga biz ham savdolarimiz ustiga non chiqsa 5-4 so'm qo'yish sotiladi. 5-4 so'm. Mana bitta ishonch bitta ko'raylik bittani. Sal bular chosroqda, tushirmaydi ular. Ishonch ko'raylik qo'ydim. Shikoz olganman, qo'ydim. Bo'ybastlar necha chiqqan Azbek aka mana shu? Bo'ybaslari 80. 80 atrofida. 80 atrofida chiqqan. Quloqlari ham o'ta zo'r. To'qli qo'zda 5-6 yil bolasini olaverasizlar obunachilar. Qiziqqan, tushungan obunachilar to'kilib bittadan variantidan-da. Ularni qarang, o'ta zo'r. Janob. Bitta bunisini emas, mana buni ikkovini ham qarang. O'ta o'xshaydi. Egizga o'xshaydi. Egiz emasmi aka u? Ha? Egiz emasmi? Yo'q, qo'ylar ham. Ketdi. Qo'chqorni qarang mana. Kashtan. Baqib sovliqlar tug'ib bersa, qo'chqorni yaxshilikqa qurbonlikqa so'ysa ham bo'laver ekan. Eti zo'r. Qurbonlikqa so'ysa bo'laveradi. Quloqlari ham but-butun. Quloqlari ham but-butun, ha? Ha. Xohlasa yeb ishlari zo'r. Yeb ishlari sinovdan o'tgan, xudo xolasa sinov olishaveradi. Bir hafta sinov olishaveradi, ha? Nega max sudraka Zo'r ekanda xolasa. Obunachilar xursand bo'lasizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. U sog'liqlar ketib qoldi, ularni qaytarib qo'yingchi. Obunachilar qo'ylarini chorsagan juda sahrab aqabaqa o'tib ketib qolyapti. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bizda endi ikkinchi partiyalarimiz xuddi shuni sal kichikroqlardan. Ketin video davomida oxirigacha ko'ringlar. Egazaklari bor. Puli yengil qo'zlardan ham bor. Endi buni narxini ayting Azbek aka bitta obunachilar, ha. Birinchi partiyani chiroyli qilib ayting. Bo'ladigan qilib ishni qilaylik. O'zim bora buni. O'zim yaxshi ko'rganman bu qo'ylarni. O'zimga. 5 milliondan aytyapman. 5 million so'mdan, 5 million so'mdan. Telefon qilsak o'tib berasizmi obunachilarga? Hech kim aytgan sotmagan. Hech kim aytgan sotmagan. Videoda bitta o'tib bering baribir. Hech kim 100 o'tib bersam bo'ladi. Yo 100 kam, 100 yarashmaydi obunachilar. Ha. Bunday gap. Ha. Bitta obunachimiz oldim mashq qo'yladi Azizbek desa bor, 200 dan o'tdim. 4 million 800. 4 million 800. Dastlabkasi? Dastlabkasi 12 ta viloyat ketdi. Bo'ldi, barakasini bersin, barakasini bersin. Qo'yladi, piyanchi bir ko'raylikchi, ketib qolyaptilar. Obunachilar endi qo'llab-quvvatlab turinglar, endi bizda ketingilariga navbat. Obunachilar ikkinchi partiyamizga mana undan ham go'zal, birinchi partiyadan ham zo'r. O'zi qo'ylarning hammasi zo'r ekan, xillab bo'lib chiqarib beryapmiz. Haqiqiy kashtanlardan qo'chqor qo'shsangiz qochaveradi. Qo'chqorni ichida yurgan, qochib qolgan bo'lishi ham mumkin. Bizdan shu narsaga savdo qilib olaverasizlar. Bo'lib chiqarib beryapmiz. Mana 3 dona bitta obunachimiz qo'yib, pulim yetmaydi Azbek degan odamlarga telefon qilasizlar, xudo xolasa bir jupini ham chiroyli qilib yetkazib berasizlar obunachilarga. Xudo xolasa bir jupini ham yetkazib beramiz. Bunday-da, qish kunida 2 ta olaman, bitta olaman. Kimdirdir 10 taga, kimdirdir 20 taga, kimdirdir 30 taga qubur yetadi. Kimdirdir bittaga yetadi. Qubur yetadi, to'g'ri. Qish kunida oson emas. O'shanchunmi 3 ta 2 ta sifatlik bo'lib chiqaryapman. Bo'ldi.
Xolos chiroyli qilib obunachilarni xursand Xudo xohlasa, qilasiz. chiroyli Telefon qilgan odam ishi bitadi. Shuni bitirib beraman, Xudo xolasa. Bulardan to'liq ma'lumotni sekin-sekin Azbek ham o'zidan Xo'p. olib beramiz. Bular Xato kamchiliklar bo'lsa, bemalol telefon qilib telefonda so'rab olaverasizlar. Necha oylik endi bular? Taxminan 10 oylik qo'zilar. 10 oylik, ha? 10 oylik qo'zilar. 10 oylik atrofidagi qo'zilar, ha? Atrofdagi qo'zilar bular. Bular ham qo'chqar yurganmi ichida? Bular qo'chqar yurgan, bezi bor, Xudo xolasa. Ha. Qo'chqar yurgan deb olganmiz, uni ichiga kirib ko'rmaganmiz, lekin qo'chqar yurgan ekan ichida. Shu narsaga sotib ko'ring, Shu narsaga obunachilar, sotib ha? ko'ring. Shu Ha, narsaga. Chunki erta bo'g'ozni qisir-qisirdi, bo'g'oz deb sotib degandan ko'ra, ha? Obunachilar mana qo'ylar chorsakan juda qaba qilib sakrab o'tib ketib qolyapti. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Ha, Xudo xolasa. Kelib ko'ramiz deganlarga lokatsiyalar tashlab beriladi. Xolos 24 soat aloqadasiz. 24 soat aloqadaman. Qish kunida uxlab bo'lmaydi. To'g'ri. 1 soat uxlasak bo'ladi. 1 soat, 23 soat ekan tish Kallagadan vaqti bo'lsa. beri sumchkani chaqib, u videoda ko'rib tursalaring bor-ku. Xudo xolasa otangga rahmat. Like bosib bo'ldi. Gapiring, narxini gapiring. 4,5 dan deyapman. 4,5 dan emas, o'tib bering. Endi u haligisi yo'q. Obunachilargami? Buni 100 o'tdim. Yo 100 emas, bitta dangal o'ting obunachilarga. Olaman degan obunachi bo'lsa bor-ku, mana. Uchovini bir joyda ayting. Bir joyga sotaman, olish odam bo'lsa, mana 32 dan, 42 dan sotdim. Barakasini bersin. 32 dan 42 dan. 32 dan deyapsiz. Yo'q, uzr adashib ketibman. Adashmoqchilar bo'lib turadi obunachilar. Telefon qilib bildirib qo'yinglar. 42 dan xohlasa, bir 4200 dan. 4200 dan. Dastlabkasi qayergacha boradi? Dastlabkasi 12 ta viloyat bo'lsa yetkazib beraman. Bo'ldi, gapsiz. Dastlabkasi o'zimdan. 42 dan bir joyga olaman deysa, obunachilar ketdi mana. Barakasini bersin. Telefon qilib ulgurib qo'yinglar. Bu ikkinchi partiyam. Endi uchinchi partiyalarga. Egizi bor deyapsizmi uchinchi partiyaga? Egiz bor, ikkita. Bo'ldi. Şimdi Endi egizlarni ko'ramiz obunachilar. Obunachilar mana to'xli qo'zlar nima deyapti? Qarang. O'ta go'zallardi. O'ta bo'ylovlari ham qizarib qolgan deyapti. Mana qo'chqorda yurgan ekan. Ama yebishlar o'ta zo'r ekan. E'tiboshi zo'r. O'zim yegizib ichkizib ko'rdik. Sinovdan o'tdi-da, xolos Azbek kasal kusali yo'q. Ikkita egiz kelib qolgan, bir jup. Bo'g'oz qisirligini ayting, bo'g'oz qisirligi. Bo'g'oz qisirligimi? Bu bo'g'oz qisirligi egasida olganimizda qo'chqar yurgan dedi. Qo'chqor yurgan, ha, xolasa. 10-11 oylik qo'zilar bular. 10-11 oylik. Tish chiqarishga kelib qolgan ekan-da, xolasa. Qaranglar, o'zi yeb ichmasa bundaqa bo'lmaydi, obunachilar mana. Badan olmasa semiz. O'ta zo'r. Yaxshi narsalar tavsiya qilaman. Ulgurib qolinglar. O'ta go'zallardan gapdi. Bir jup. Bir jup. Ekazak, egiz variant. Ekazak. Bitta qo'ydi bolasi, ha? Bitta qo'ydi bolasi. Bitta qorinlar shu. Ularda qaranglar, o. Qo'ylar zo'r ekan, haqiqiy. Boqqandan baraka topib Ozolar. Like mixlab, imkon bo'lsa olib qo'yinglar obunachilar. Bundaqa e'tibor sindirni ha deb kelolmaydi. Ulgurib qolinglar. To'g'risida. Sog'lomlar. Kelib ko'ramiz deganlarga manzilda eslatib qo'yamiz. Manzil yodlanglar. O'zimiz xonadonimizda Namangan viloyat Namangan tuman Tepaqo'rg'onda bemalol kelib ko'rib ham ustida savdo qilaverasizlar. Azbek aka, buni ming maqtagan bilan narxida-da, narxini gapiring. Mana qarang. Azbek aka 3-partiya qo'yamiz, menga yoqdi. Nech puldan qilib berasiz? Deysa, bo'ladigan qilib ayting mana. Variant 5 milliondan deyapman. Yo 5 milliondan demang, o'tib bering. Baribir hech kim aytganingiz tutmang. Bitta gap gapiring. Obunachilarga bor-ku. Gapsiz yo'q. Alayhilar. Yengil gapiring. Yengillatib qo'yib beraman, o'tib beraman. Moloni bor-ku. Bitta so'rayman, bitta so'rayman. 9,5 ga bo'lsa sotdim. Ha, barakasini bersin obunachilar. Zo'r oldi mana qarang. 5 Dastlabki million. ichida qilib beraman, Alloh xolasa. Yo'q narxi. 9,5 millionga telefon qilib aloqa chiqaverasizlar. Endi biz oxirgi partiyalarimizga eng pul arzonlari deyaptilar. O'shalarni chiqarib beramiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Rahmat deysa bor, yana arzonlatib beraman. Yana o'tib berasiz, ha? Aytilgan gap muhim emas. Emas, tilimdan chiqqaniga alik qilamiz, yana o'tib beraman. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Yoshlar mana oxirgi partiyamiz mana. Qo'zini haqiqiy dorlardan. Soni ham ko'p emas. Bitta oppog'idan bor ekan, qora qulog'ida. Buxoriyskiy sifat. Rangini o'zi. O'zimizni qo'yganmiz. Yebishlar zo'r, o'ta tiniqda qolsa garantiyalarni beradilar. Bir haftasini olaverasizlar. Yemasa, ichmasa, yo'talsa, nuqsoni bo'lsa almashtirib berasiz. Azbek aka qolsa. Nuqsoni bo'lsa yeb ichish. Obunachilarda qolsa Bir hafta garantiya. xursand bo'lishadi, ha? Xursand bo'lishadi bugun, bor-ku. Yosh oyliklari necha oylikka beramiz bularni? 7-8 oylik. 7-8 oylik. Yebishlari yoshi sinovdan o'tgan bo'ylari-chi, bo'ylari. Bo'ylari 70 plyus. 70 plyus. 70 ga olishaversin. 70 ga olasin, ha. Plyusini nima qilasiz endi buni? Asosan buni narxida qolsa, obunachilar narxidan xursand bo'lishsa bo'ldi. Xursand bo'ladi obunachilar. Buni qarang, to'rovini bir joyda sotamizmi, dona-dona ham sotilaveradimi?
Hop. Kelishilgan holatda dona ham sotilaveradi. Kelishilganda, xohlasa. Xo'jani to'ptakni bir yerga olib qo'ygan odamni bor, yutadi. Dangalar. Og'a, Ha. xohlasa. Bunachini qo'ydi-da. Ikkita bo'g'oz qo'ydi puli ham emas ekanda. Ikkita bo'g'oz qo'ygan pul emas. Dangalga. Xohlasa qo'linglar obunachilar o'ta sog'lom, yurishlari zo'r, bo'yi bastlar yaxshi, e'tiboshi ham ortiqcha quruq emas. Oq odam baraka topadigan narsalar xohlasa. Baraka topishadi. To'roni ham quloq boshi butun ekana. Quloq boshi Mana shuni bir shuncha ko'rsatilishi. Zoti bor narsani olishadi-da. Katta ko'rinadi, simjun ekan. Bo'ylar, quloqlari, qarang quloqlar. O'zi narsa hali. Oyoq qo'llari ham uzun. Haqiqatda yaxshi variantda bu. Orqa boshlari ham qarang, dumbalari ham bor, quruq emas. Telefon qilib aloqa chiqib ulgurib qo'yinglar obunachilar. Obunachilar baribir oxirgi partiyasi puli arzon bo'ladi deydilar. Har doim shu oxirgi puli arzonni yashirib o'tiradi-yu. Shundan-da bitta olib qo'yinglar yutinglar. 4 dona. Xohlasa barra qo'zini pulida qilib beraman deyaptilar. Qani ko'ramizda narxida. Ikkita bo'g'oz olganman bor, ikkita bo'g'oz olganman. Ikkita bo'g'oz olgandan 4 ta to'qli yoshdan. Qo'ysa bor, ishonaver. Qo'chqar qo'shsa bo'ladimi bularga? Qo'chqar 2 oy 1 oydan keyin qo'shishadi. Bitta qo'chqar ham qilib beraverasiz obunachilar, ketincha. Sen yem berib tursa bor. Bo'ldi. Pulini gapiring, asosan pulini. Buni vaqtdaman. Ha. Qirg'izda o'zim obotib olib kelib qo'shib alik Bo'ldi, beraman. pulini gapiring. Mayda chuda qilmang, bitta gap gapiring. 39 ham yo'q, 38 ham yo'q. Ha. 37 ham yo'q. Mana bitta obunachi oldim uka. Yo'q, yengil ayting. Barbaraka oldim. 36 dan sotdim o'ylab. Ha, barbaraka. Dastlabkasi qancha? Dastlabkasini Toshkent bo'ylab 12 ta viloyat bo'lsa bor, hammasiga yetkazib beraman. Bo'ldi, gap. Labz yana vahadan telefon qilib sotilib ketdi dema. Yo'q, nima sotilmagan narsa. So'rashsa tamom. Bo'ldi. Gap siz. Sotdim. Barakasini bersin. Ular ko'rsataman. O'yladi ko'ringlar obunachilar. O'ta arzon. Narxda qolsa bozorda 200 ming 300 ming arzon. Telefon qilib ulgurib qo'yinglar. Bozorda arzon dedim, narxi ha, bor. kilometr. Videoda oxirigacha ko'rganlar oxirigacha ko'rdik deb yozib qo'yasizlar. Kommentariyaga otangga rahmat. Gap yo'q Azbek, gazini bosdi, qo'llab-quvvatlab. Yana arzon beraman, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ketingi videoda ko'rishguncha